Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari. Bugun ushbu fasolimizda oldidagi qaytarma adibini qo'shni o'rganamiz. Buning uchun bizga tayyor mana bunaqa qaytarma adib kerak bo'ladi. Biz buni avvaldan tayyorlab oldik. Ko'ylakni oldiga uzunligini 20 sent qilib gulsiz matoyimizni ko'chirib olamiz va tagiga varvaraga 9 sentlik bir jup varvarak va dazmol bosamiz. Va albatta tekis chiqishi uchun dazmoldan oldingi va keyingi holatini kuzatishingiz mumkin. Bizga ancha yordam beradi. Qanchalik chiroyli bo'lishi bu tekislikka bog'liq. Mana oldi taraflarimiz birlashtirishga tayyor. Undan oldin esa ko'ylak oldi tomonimizga bitta chuqurlarni tikib chiqamiz. Bu yerda 14 santimetr oralig'i shunaqa tik qo'yilgan. Shularni 12 santimetr tepaga ko'tarib tikib chiqamiz va mana tayyor. Bu yerlarni dazmol bilan tekislab olamiz. Mana ko'rib turganingizdek old tomoniga 4 sentlik mag'iz qaytardim va mana shu burmalari cho'klar mustahkam. Bu ko'ylagimizni tayyor holati emas. Buni bezak ishlari bor. Bezatish ishlari bu videoga sig'maydi chunki mana